Bugun sizlar bilan Tigo 2 Pro imzani boshlanish to'lovisiz ham xarid qilsanglar bo'ladi. Bunaqa uslovlarni kim qilib beryapti yana sizlarga? Tonirovka, porog, setka, polik, kartej zashtalari bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, Cherry Rohat Adaymastor YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan Tigo 2 Pro imzani gaplashib o'tamiz. Hozirgi paytda shu mashinamizni 49 million boshlanish to'lov qilib, bemalol tonirovka, porog, setka, polik, kartej zashtalari bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bunaqa uslovlarni kim qilib beryapti yana sizlarga? Bugun sizlar bilan shu mashinamizning xarakteristikasi bo'yicha polni tanishtirib o'tamiz. Mashinamiz eng ekonomishni mashina hisoblanadi. Bir turbina motor, 3 porshili bo'ladi. 5 tadan 7 tagacha shahar ichida rasxod qiladi. Trassada rasxodi deyarli 5 ta 5,5 ta bo'ladi. Mashinamizni ko'rib turibsizlar, juda ham bir ajoyib dizayn bilan jihozlangan. Oldi tomoni faralari oppoq bo'ladi. Bitta liniyada yoritib beradi hammasi. Kunduzgi yoritadigan chiroqlarni ko'rib turibsizlar. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar saka diskasi 17 bo'ladi. Ko'ryapsizlar, supportlari ham qizil rangda bo'ladi. Sportivniy mashinaga o'xshab ketadi. Eshiklarni ochadigan bo'lsak, eshiklari ham yengil bo'ladi. Salonlarni ko'rsangiz, salonlari polni koja, sidinalari, rullari koja bo'ladi. Isitish funksiyalarigacha bor. Rulida, sidinasida va laboylarida bor. Eng zo'ri mashinamizning lyuki bor, akalar, lyuki bor. Eng arzon mashinamizda ham lyuk bo'ladi. Orqa salonlarini ko'rib turibsizlar, mana ko'rsanglar bo'ladi. Orqa salonlari ham koja bilan jihozlangan, bemalol kichkina oila uchun yaxshi xizmat qilib beradigan mashina hisoblanadi. Orqa tomondan keladigan bo'lsak, orqa tomon farlarni ko'rib turibsizlar, juda ham bir neobishniy qilib ishlangan. Zadniy tomonida o'zini kameralari ham bor. Zadniga olganlarda qiynalmaysizlar. Parktronik dachik hamma narsasi bo'ladi. Bagaj sig'imini ko'rib turibsizlar, bagaj sig'imi juda ham keng bo'ladi. Va zapaska balonlari ham bo'ladi ichida. Mana bu narsani ko'pchilik so'raydi bizdan, nimaga ishlatiladi bu narsa desanglar, bular to'xtaganlarda znak bu. Ya'ni sizlarga yo'lda, orqangizda to'xtaganlarda kerak bo'ladigan narsa. Xo'p, bagajni ko'ryapsizlar kattaligini. Orqa tomonda pad nomerni yoritish uchun, nomerlar qorong'ida ko'rish uchun svetlarigacha o'rnatilgan bo'ladi. Kuzovlarni ko'rib turibsizlar, kuzovlari ham yaxshi. Polni kuzov hammasi otsinkovanniy 70% bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, rullarimiz multi-rul bo'ladi va rulimizda isitish funksiyalarigacha bo'ladi. Laboylarimizda mana ko'rib turibsizlar, mayda spirallari bo'ladi. Qishda kerak bo'ladi. Bu ham istalgan funksiya. Xo'p, barlarini ko'radigan bo'lsak, barlari ham kojali bo'ladi. Mana yumshoqgina kojadan qilingan. Juda ham bir qulay, o'tirib haydashingizga qulay bo'ladi. Xo'p, skorsga keladigan bo'lsak, skors ham juda ham bir ajoyib qilib neobishniy dizaynda ishlangan bo'ladi. Bu yerda rushton, ko'pchilik rushton qani deb so'rashadi. Bu yerda elektriskiy qilingan, ya'ni knopka. Bossanglar tushadi, ko'tarsanglar ko'taradi. Va eng arzon mashinamizda ham auto hold funksiyasigacha bor. Auto hold funksiyasi ham bor. Xo'p, mashinamizda juda ham ekonomishli bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, rasxodi 5 tadan 7 tagacha rasxod qilib beradi. Eng zo'r narsasi mashinamizda lyuki. Lyuki bor. Ochilishlarini qaranglar, juda ham bir ajoyib ochiladi. Ovozlari ham juda ham bir neobishniy. Xo'p, isitish funksiyalarini bu yerdan, klimat kontrollarini bu yerdan boshqarasizlar, ya'ni isitish, sovutish. Bu yerda abagrev sidina, chap tomon, o'ng tomonnikini ko'rsanglar bo'ladi. Hamma upravleniyasini bu yerda qilasiz. Avarinka knopkamiz bu yerda joylashgan bo'ladi. Zadniga oladigan bo'lsak, zadniy kameramiz o'zi yonib ko'rsatib beradi bizga. Rul aylansa, mana bu palasasi o'shanga qarab aylanadi. O'ngga bo'lsa o'ngga, chapga bo'lsa chapga qarab aylanib beradi. Sizlar uchun yanada qulaylik qilingan bu mashinamizda. Xo'p, bu mashinamizni olish shartlari quyidagicha bo'ladi. Boshlanish to'lovisiz ham xarid qilsanglar bo'ladi, lekin hozirgi paytda ko'pchilik 49 million so'm to'lab mashinamizga porog, tonirovka, karter zashita, radiatorga setka va salon ichiga polik bilan bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Albatta 49 million so'm boshlanish to'lov qilib. Endi ko'pchilik xohlamaydi, rasrochka olmoqchiman, uni sharti qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, 30% boshlanish to'lov qilib 3 yilgacha yoki 4 yilgacha bo'lib to'lash shartiga bo'lib to'lash sharti bo'yicha xarid qilishsa bo'ladi. Xo'p, bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliqdan Rohatga kelaverishda Yangibod mostiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Sizlarni Cherry Rohat Adaymastorda kutib qolamiz. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Savolinglar bo'lsa ham yozib qoldiringlar. Bizni aloqaga chiqamiz sizlarga. Salomat bo'ling.